Assalomu alaykum hurmatli g'ish biznesmenlari. Hozir dolzarb bo'lib turgan filtrda qanday ustunovka qilishini sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bu ko'rib turganlaring ishlab turgan filtr. Bunda mana chiqayotgan tutuni deyarli hech qanaqa bir zararli modda yo'q. Bu qanday ustunovka qilinadi? Mana bu yerga shunaqa joy qurilib, ventilyator ustunovka qilinadi 1200 talik. Buni samodelni yasalgan tavsiya qilaman. Ko'proq o'sha Xitoydagi ham bor, tayyor trubaga parra qo'yilgan. Lekin o'zing mustahkam qilib yasashni tavsiya qilaman yoki bizga murojaat qilsang bo'ladi. Bu bo'yicha o'zimiz ishlab chiqaramiz bunaqa ventilyatorni. Katta motor qo'yiladi. Kamida 11 kilovatli. Keyin mana bunaqa basseyn, 3 ta basseyn quriladi. Basseynni mana hop birinchisiga bundan chiqqan o'sha musor suv tushadi. Keyin undan sizib o'tyapti ikkinchi basseynga, ikkinchi basseyndan uchinchi basseynga yana tozalangan suv tushib, cho'kindilar pastda qoladi. Mana bu motor suvni tepaga haydaydi. Suv tepaga haydab, tepadan musorlarni yuvib tushadi. Filtr mana shunday holatda ustunovka qilinadi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalang bo'ladi. Bizda sotiladigan filtrlar bor. Zakaz bo'yicha olib keltirib beramiz Xitoydan. Hozir buni ichki ko'rinishlarini ko'rsatib beraman. Mana ichki ko'rinishi, ichida mana shunday holatda bo'ladi ichki ko'rinishi.